Terma jamoadagi muhit hamma uchun qiziq bo'lsa kerak. Men o'zim uchun ham qiziq. Demak, terma jamoadagi eng quvnoq futbolchi kim? Terma jamoadagi Farruh Sayfiy, Eng ko'p hazil qiladigan futbolchi. Jaloliddin Masharipov, Eng skromniy bir chekkada yuradigan futbolchi. Hoji Alijon. Eng tez xafa bo'ladigan futbolchi. Bunaqasini bilmayman lekin. Bunaqasi yo'q. Bunaqasi yo'q. Eng kech uxlaydigan futbolchi. Abdurahmonov Buriyev, Eng vaqtli uxlaydigan. Hoji Alijon, Ijtimoiy tarmoqlarda eng faol, eng ko'p kiradigan futbolchi. Abbos, Umuman kirmaydigan futbolchi ham bormi? Hoji Alijon, Eng ko'p trenirovkadan keyin, mashg'ulotlardan keyin maydonda qolib, shug'ullanib, hammadan oxiri ketadigan futbolchi. ko'pchilik trenirovkadan qolib tepadi. Aynan bitta futbolchini bilmayman. Ko'pchilik qolib tepadi lekin. Eng jahldor futbolchi. Bunaqasi ham yo'q, jahillar. Terma jamoadagi eng mehribon futbolchi. Odil aka Hamro'bek, Eng aqlli futbolchi. Jamaka Eskadi. Eng maqtanchoq futbolchi. Bormi shunaqasi? Bunaqasi ham yo'q. Jamoadagi eng lider futbolchi. Eldor aka Shamroq. Rahmat kattakon.